3. yenge yolg'on gap qilmaydi. Bu atraf boshlig'i bilan aloqasi yo'q o'xshaydi. Wang Cho'qur uni izlaganimizni qanday bilgandi? Bu Wang Cho'qurning ilmi-fikri ko'pgan. Aksiyachi shu varmi shuningga taqaldi. Aksiyachi tashviq varg'imi taqaldi. Endi bu atraf boshlig'ining puli uningga taqaldi. Hamma ish yolg'iz uningga taqilib o'tdi. U hamon meni o'qimda jon berdi. Ne bo'ldi? Siz nima deb keldingiz? Texi yolg'on so'zlab. Sizga kelgan avarchilik ozmi? Hamma ishni ustingizga elib olib. O'tinib qalay. Bo'shroq so'zlarga ma'qulmi? Yuring. Uyga boring deyishayli. Yuring. Yuring. O'ylab baqma. Bular o pulni sizga atraf boshliq bergan desa, sizni uning bilan aloqasi bor deb qarasa, hadi o'zingiz bilmay qolmaydi. Shunga bu ishni men ustimga ilib olsam, ular ikkingizni munosabati bor deb qaramaydi. Shunaqa. Siz qanday qilasiz? Oshkorlanib qasla, gunohingiz texmi ig'irlaydi. Men tömörchining sandildiki bir parcha tömördan bir urib so'qilama. Meni yetkichi nasbas qantirsa, menga yaxshi kun nasib bo'lamdi. Sizga gap kelmaydiganli ish bo'lsa, siz chetlab qolmasangizlar, men siz uchun o'ttazga sakrayman. Bo'ldi, gap qilmam. Ammo bu kamgacha men birasiga samimiy bo'lib boqmagan. Bugungi kundimi birasiga samimiy niyatli bo'lmasam, hayvondimmi better bo'lib ketmamdim. Nimada qaraysiz? Ishonchlik erkansiz. Siz meni azaldan bunday deb bakmagan, ha? Adam uzun sınıldı. Ne deysiz? Lo etraf başlayan haramlar yerto'ning apsini bala qo'ygan tas qoldi deyman. Menimcha o sizni bosh qo'yatmaganakchi mo. Nima? Uni ola. O'lsammi? Alloh qilmas buna bundan keyin. Aramalayla. Ma'qul. Voy! Vang begim. Sen bag'azri ishchan bo'lib ketyapsan juma, ha? Lilovjon, hey. Bu bizga azodlik armiya topshirgan ish. Buni pas ko'ryapsiz, ha? Bu sharafli juma deb qo'yay. Ras sharaflik. Bek sharafli ish. Rasli sharaflik. Hey, sizchi Süpürmen depmi? Süpürenmeysiz. O'rniga chiqingiz gapirasiz.
Ha. Vang begim. O'ltir. Bakalım. Ha. Vang begim. Biz neçe 10 yıllık dost. Navada yaxshi ish bo'lib qolsa, meni unutib qolmajimi, ha? Kim sizle dostga, ha? Siz qanday adam? İkimizden çekirimiz-chi, eniq olsun, bakma. Hey! Vang cho'qor. Neçe kunning oldida tehi men seni uyimda turg'izganjimi, ha? Birdamdili unutib qoldingmi, ha? Dilovjon, sizchi qilgan yaxshiligingizni yuyib ma'nasiz. Kunduzi ambiringizda birdam yotqizib qo'yib, oqshimi menga ishni hech bamnozg'i ma'qul hech bamnozg'i. Siz bek yo'lsizlik qildingiz lekin, ha? Ma bo'yin deganni sillig'ili bo'ladi, ko'gin olmaydi. Kunlarning birida, ha? Mening ishim yana o'ngdan kelib qolsa, o chaqda Vang begim. Men hozir sana namaqul bo'lsam-mi, bo'lmam-da, ha? Dilovjon, sizchi seni gardimi tez o'zgarib qadamchimi, ha? Baqo. Vang begim. Xua, mening ota qizim. Agar ikkinglar to'y qilsanglar, bizmi urug' tuqqan bo'lib qolamiz emasmi? Qo'be. Ben degan gap deydigan odam. Chiroyli gap qilsangiz, erkitaman. Vang begim. Sen hukumat ishini qilayotgandikin, sendan bir gapni so'ray. Ozodlik armiya texchilar bizning adabimizni bilmaydi-ku. Tehi vaqt kelmagan gap. Hey, ular mana mushundaq biz bilan kori bo'lmay, bizga bir nima demagancha mening yurakim teximi eg'ib dakki-dakkiga tushib kelayotaman. Dilovjon, bu kun, bu aylarda yuvash yumshoq bo'ling. Jim turvelib, vaziyatga qarab ish tuting, tushundingizmi? Ya. Ay voy, men hozir bek yavaşlab ketdim. Hatta bo'suq atlab ko'chalarga chiqolmayman. Navoda yo'lda ketayotganda bir yollanma dehqonning putiga dasab salsam, cho'ng bola terib ular mendan eliqi nima deydiq? Sinipi o'ch inish. Sinipi o'ch olsa tugishib ketmam deman. To'g'ri. Uyga kirib keting. Uyga kirib keting hozirlar. Qalaymiqan so'zliman, qalaymiqan mangmang, qalaymiqan o'ylaman, qalaymiqan yeb ishmang. Hatta qalaymiqan tush ko'mang. Bilamda? Ay voy, men hozir kun bo'yi ansizchilikda yurmasam, tush ko'rishga haddimmi? Hatta tush ko'rishga petnamamsiz? Hay, tushimda bir yomon ish qilib qo'yib, bir nima deb jo'ylib salsam, beshimga bola deb olmam dem. Ha? Hey, vang begim, kechirgin, meni kechirgin. Dilovjon. Dilovjon. Bu adamlarning shunga meningkidan pok emasmi? Siz uningga kadrni ko'rganda tukurmang. Dehqonlar jamiyatida aslimang, bo'lmasa qalpoq kiyib qolasiz desangiz bo'ladi. Unda desak, o'ngimizga uchib kerak. Yura. Seni izlab kes yaxshi. Qara. Kechda uning yoniga borgin. Tashviq varqining gapini u o'z chiqirdi. Sen bir amal qilib tashviq varqini na'dan og'inni bilib ol. Bek oshirmat ximo qandaq. Bu ishda sal oshirayotganimizni bilaman. Rostini aytsam, hozir hammamiz qiyin ahvolda qoldik. Keyincha kunimiz yaxshi bo'lib ketadi. Bo'lmasa Liu yesidagi yuan tutundagidek
Jinimizni mo saqlab qolamaymiz. Tashviq varqini Wang Cho'qir o'zi chiqadi. Endi hukumat buni aniqlab chiqdi. Bu biz xizmat ko'rsatadigan yaxshi fursat. Wang Cho'qir o'zining putiga o'zi palti chapdi. Buni haqdan ko'ranmaydi. Hozir jahonni kompartiya so'rayotdi. Biz ularga yaqin tursaqlar ishimiz o'ng bo'ladi. Men qaytay. Sapmi so'g'uq. Qo'nib qalam. Namınız ne? Bulursan bulmaydı. Dada, ketmang. Siz taxtada yetding. Maqul. Mening o taxtada shundoq yotqinba. Bilamsiz, men uxlaganda Guldirmamidimni qattiq xo'rak tortib, apangiz uxlayolmay qoladi. Agar xo'rak tortsangiz, seriqlay bilan og'zingizni itib qo'yaman. Maqul. Keyin men apangiz bilan Keyin opam bilan nima qilasiz? Ya, bilmayman. Endi o kunlarmi anis bo'lamdi yo'q. Ketdim, ha? Bizning 3-yangini chaqirtqinimizni Wang Yozuga sizlar dedinglarmi? U emas. Men dedim. 3-yangiga bir ish bo'lib qolishdan ansirab uningga men xabar qilib qo'ygan. Emis Wang Yozu bizga pulni men bergan dedi-ku. Bu yolg'onmi? Bu cho'ng ish emas. Siz aytgandek, Wang Yozu 3-yangiga bir ish bo'lishidan ansirab uni qutqizgan gap. Shundaq. Can Shoji. Demisimi 3-yanga Lo atrot boshlig'iga burulla o'sh bo'lgan. Rost. Bunaqa ishinaman. Loteya niyatidan yanmadi. U cho'qib bir ish qiladi. To'g'ri aytdingiz. Sizlar cho'qim ehtiyot qilmasanglar bo'lmaydi. Ehtiyot qilamiz. Dehqonlar jamiyati qurilganda xalq askarlari atir tashkillaydi. Yaxshi-ku. Wang Yozu bilan 3-yangiga endi xabar yetkazmanglar. Biz Wang Yozuni o'zgartimiz. Uning 3-yangini yaxshi ko'rgini, odamgarchiligi borlig'ini tushundirdi. U shu koni jamiyatning ta'siriga ko'p uchragan. O'zgartgili bo'lamdi yo'q, buni bilmayman. Can Shoji, uningga bir fursat bering. Fursatni beraman. Gap o'ziga bog'liq. Wang Begim. Kim o? Men Xo'ja. Menda ishingiz bormi edi? Tashviq varaqi canını aladı. Bilaman. Herkes bir adam dep sanma, Cuba. Ma'qul. Navadı bu ne? Can dalgı bilip kalsa çatakның çoğu çıkıdı. Ben her kan çıkıp bu özümle aklayammayım. Begim. Yuragimiz qolib ketgan kimi? Aksiyachil tashviq varqi chiqib, nima qilatdingiz? Uni ne dedim ben çıkırayım? Lilavda, bana zorlap tangan. Lilavda? U chindoq kechib ketgan emasmidi? Nerede çıngdoq kechib ketdi? Bu aramlıq hilqi to'krag'ichi siyoqqa ko'nib qaytib ketdi. Meni sen vazıq chaqirtib tashviq varqini men majbur tangdi. Olmasınız bo'lmamdi. Bunu sorma. Bu gapni desemla achchiq bo'rlaydi.
Liyafu degan aramliq o'zi eskilik qilganni oz deb taqi menim eski ish qilishga zo'rlayotganmi? Kim o? Ey, kim o? Xalq hukumati. Xalq hukumati. 3-yanga. Van begimdan yana chataq chiqibdi. Yana nim bo'ldi? Aksiyachil tashviq varg'i taqibdi. Aksiyachil tashviq varg'i. Ha. Nadim tepdi uni. Liloda kelsa, nima ish qilib bizga doklad qilmadi? Mening uning bilan aloqam yo'q. Rasululloh uning bilan faqat aloqam yo'q. Umma agar men bu ishni qilsamla, meni izlab kelmaydiganligini aytgan. Shuna men shu uni men Sen ko'taray demsan? Jo'lanjang. Jang sho'je. Men uni Rasululloh qabristonlik olib ko'diratmoqchi bo'lgan. Uni shu Nima bildirsam? Qabristonlikda jirkan-ku. Sen yolg'on ko'ydirib, fursat chiqsa, taqatmoqchi bo'lgan. Men Rasululloh qabristonlik olib ko'diratmoqchi bo'lgan. Shu ko'ydirmasam, ushturtib shamol chiqib, ularni uchirib ketdi. Mening o nasvasqan tashviq varg'ini Rasululloh taqitish niyatim yo'q. Van yozo. Limanda qallangiz ishlamaydi sizdan. Ras, mening kallam ishlamaydi ki. Ya, Can Sho'je, mening kallam ishlaydi. İşlaydi, hazır ishlaydi. Agar qallangiz bo'lsa, o'ylab baqmabsiz. Liloda bu ishni qilib desa, siz qilsangiz, o sizni izlamasmi? Şu ishni qilsang izlamayman degan. Lilodaning gapiga ishonamsiz? Men asli ishonmasam bo'ladi. İşenmesem bo'pti-ki, ishonibman shu. Ishonmang. Van yozo. Tashviq varqini taqatgan bo'lsangiz, uning damiga tushgan bo'ladingiz. Keyin u buni pesh qilib, sizni qo'rqitib, texmi ko'p yomon ish qiladi. Men Rasululloh sarang kalva ham döpkenman. Siz bu ishni qilmasangizmi? O sizni yana izlab kelib, boshqa bir yomon ish qiladi. Masalan, o't qo'yish, odam o'ldirish. Ya, men odam o'ldiramayman. Hergiz odam o'ldiramayman. İxtiyor o'zingiz bo'lmaydi. Oyozo. Aksiyat shuarning tashviq varqini ishini yana tekshiramiz. İdiyi masalangizni yuvoshlik bilan aniq topshiring. Ma'qul. Men topshiraman. Cho'qim meni cho'qim aniq topshiraman. Acep nesvasta meni. Vay. Can Sho'je, sizga fikrim bor. Fikringiz bo'lsa, Van cho'qirni qattiq bir taraf qilsangiz bo'ladi. O sizni qutqizib olib, sizga shafqat qilg'ashqa, uning o'mishini rahim qilyapsiz. men boshda deb qo'yay. Meni o qutqizgan deb qaramayman. Mening uningda oti qisosim bor. Ammo uni nima ishga qattiq jazolamaysiz? Bezva. Shaxsiy hissiyatni partiyaning siyosatiga aralashtirib olsak bo'lmaydi. Liloda tashviq varqini tarqat desa, Van yo'zi tarqatdimi? Yo'q. To'g'ri. U haqiqatan qabristonlikda uni ko'ydirgan. Shu to'liq ko'ydiranmagan. Bu uning tarqitish g'arzining yo'qligini bildirdi. Ammo nima ishga bizga demaydi? Van cho'qir degan hem qo'rqinchoq, hem bilarman. U chataq chiqishdan qo'rqqan. Ko'nglida varaqchini ko'ydirmasam, hech kim bilmaydi degan. Bundoq bo'ladiganini o'ylab baqmagan.
Lilodaning Wang Cho'qurni izdishi, biri tashrih varqini tarqitish, eng muhimi uni baloga qo'yish uchun. Biz uni dushman lageriga ishtirsak bo'lmaydi. Yangi hokimiyat amdil qurildi. İttifaqlashishga bo'ladigan barliq kishilar bilan, bo'libmi uningdek ta'sir bor kishilar bilan ittifaqlashishimiz kerak. Sezmadingizmi? Wang Cho'qur muhim nuqta. Lo atraf boshlig'i bilan Liloda uning atrofida yuryapti. Biz undan foydalansak, aksir inqilobchilarni bir xil yo'qota olamiz. Shundaqmi emasmi? Albatta, biz uning ideyasini soplashtiramiz. Shu chog'da uni o'zgartira olamiz. Mana, tarqamak keltirildi. Men hukumatga xeyli ish qilib berdim. Keyincha hukumat menga burunqi Wang Cho'qurnikidek mansab berdi. Xo'ja, ishimga mahkam esilchimo. Xuddi men burun Wang Cho'qurning peshiga esilgandek ching esilg'a. Men sana naf yetkazaman. Tanaka, bundaq desangiz bo'lmas. Navada Wang Cho'qurning foydasini ko'rgan bo'lsangiz, hozir buning dadini tatgan bo'lardingiz. To'g'ri. Ha, qara, aroqni ko'p ichsa, inqilobiy maydondan jiroqlab ketadi ekan. Aroq chayli. Men tex bu qatam Wang Cho'qurning kallasi ketadi deb ekanman. Lekin Zhang Dagui uni tekshirishnoma yozishga buyuribla ishni tugatdi. Hech tushunamadim. Zhang Dagui Wang Cho'qurga nimancha rahim qiladigan? Bo'ldilar. Wang Cho'qurni yakich qiynadingiz-ku. Tanaka, nimani o'ylayapsiz? Mening bu haqni qiynig'im yo'q. Odamcha doim boshqalardan yuqori tursam deydi ekan. Sen ko'rib turibsan. Men mana mushundaq dumchak. Tug'ilgandan tatibla boshqalardan tuvan turibman. Shuna boshqalardan yuqori turish uchun ularning shillisiga minmasam bo'lmaydi. Biroq ularni o'ltirib qo'yg'im yo'q. Umr bo'yi yavash yumshoq bo'lib o'tishni texmi xohlamayman. Ha? Menda nima amal deysan? Hammalarning dardi bor. Tanaka, ishlayli. Jungo Kompartiyasining qizg'in suyimiz. Junxo Xalq Jumhuriyati yashsin. Junxo Xalq Jumhuriyati yashsin. Yaxshi. Endi qaysinglar o'qib baqsizlar? Shoyi. Vatanni qizg'in suyimiz. Xalqni qizg'in suyimiz. Jungo Kompartiyasini qizg'in suyimiz. Junxo Xalq Jumhuriyati yashsin. Tanaka. Shoyi. Maktabda o'qiyapsiz? Yangi muallim oshqan savodsizlikni tugatish kursida o'qiyapman. Yaxshi. O'qisangiz yaxshi. Yuzimda mehnat nasi bormikan? Yo'q. Hozir rangingiz burunqidan yaxshilanib ketibdi. Ko'nglim ozodida. Siz tahi yosh, inqilobiy xizmatlarga qatnashib turing. Men? Qatnasha olamanmi? Hey, albatta. Bilmaganni o'rganasiz. Qarang, men bu o'rganib turib, inqilobiy xizmat qilyapman-ku. Tanaka, siz ko'pni ko'rgan. Men sizga yetalaytdimmi? Mening ishlagim bor. Ozod bo'lib, hammalar olg'a intilyapti. Hozir ko'nglimiz xuddi musha havodek ochiq yo'roq azodi bo'lib qoldi. Ko'nglimiz havodek ochiq yo'roq?
hozir gapni aniq qiladi ekansiz. Burunqidan butunlay o'zgaribsiz. Men? O'zgaribdimi, ma? Ha, o'z og'zidan bundaqligini his qilmadingizmi? Deginimiz rost. Ha, qara. Mening dumbam xeyli tuzilibdimi, qandaq, ha? Qarang, ha? Ha, shundaqmi? Tanaka, odamning turqiga emas, ko'ngliga qarg'uluq, olg'a besishiga qarg'uluq. Ha, to'g'ri. Shundaq. Odamga baho berishda avval uni olg'a intilishiga qarash kerak. Ha? Mening inqilobga intilishim nihoyatda kuchli. Siz jamiyatdagilarga faqat o'xshamaysiz. Albatta. Men inqilob qilishda hammadan aktiv. Hey, Tanaka, meni inqilob qilishga yetaklang. Ma'qul. Sizni cho'qim tarbiyalab chiqaman. Allo. Ha? Sizin bormitingiz? Nima ish? Uning uyiga birga boraylik. Lilla o'shanda so'raydigan ish batdi. Nima dedinglar? Bizning davoz qaytib ketdimi, ha? Ha? Hey. Na'jab bilmaydi ekanman o. U texi Sanovazni izlab ekan. Aha, Sanovaza. Bu yoqqa chiqa. Nima bo'ldi? Sanovaza. Sen cho'ng akangni ko'rganmiding? Cho'ng akamni? Ha. Sanova, to'kran sotadigan odamni unutib qoldingizmi? To'kran olaman. Endi esim keldi. O menga mamligim chaqirib bersang, sana hammani cho'ng to'kran beraman degandi. Hey, Sanovaza. U cho'ng akamikan? Qanaqsiga cho'ng akam bo'ladi? U bir yakchashmikan. Yakchashma? Can xonim, qaranglar, bu ishni Bo'ldi Liloshan. Navada davosi qaytib kelsa, hukumatga jazman doklad qiling. Anladingizmi? anladim. Oldingizmi? Doklad qiling, Juma. Doklad qilaman, jazman doklad qilaman. Pallon, yuring. Hey! Shoye, men kirib ket. Hay, pallon. Liyan fu sizni izisimi? Doklad qiling, ha? U meni nimaga izlaydi? Xotinoz uni sanasi tursa, yemish qiz demaydi. U meni izdisa, darhol sizga doklad qilaman. Ma'qul. Ko'zingiz yo'qmi sizni? O'zingning ko'zi yo'q. Qarab ma'mag'an ekan. Sizlarning qaranglarga ketyapman. Hay? Qanday qarimizni ketding? Hay, bilamsiz yo'q. Jandagi hozir Lilodaning kelganligini tekshiryapti-da. Uning uyimizga kelgani oshkorlanib qolsa, men tugishman. Hay! Hech kim bilmaydi. Sayonda qo'ymasang-chi. Sizlarga kuyovul bo'lg'ashqa meni yetkichi nasbasdi. Nasbasi deb qarasang uy tutmaydi. Men burunli uy tutishdan yaltib bo'lgan. Ne qilsa? Yana zo'ravonlik qilamsan? Yaxshi. Men yana azmoqchimisan? Endi hargiz qaytib kelmayman men. Amis menga qaytib kelma.
Vang Cemiyo, neymiş? Aka, Ha? ular ya Kur'an'ı koyup geçipti. Kendi kendine önüne adımımız kaçtı. Yine ötkende Levli uyusundan bulap gelgen göç tügep ketdi. Hazır adamlarımız gözsüz tamak yap, azlap gidiyordu. Neçə gündən keyin sen Lungyin bazırıq berip, ozuq tülük ep gelgen. Buraderlerge ziyafet bereyli. Ha? Sen bağanda Wang Chokor'ni cezmen kolga keltirgen. Ben onun gün boyu Hua bilen birle yürüp, kızımga dadı boğanlığını oylasamla erboyim uçudu. Naide jığınga qatnışıpla qaytıp gelimiz. Maqul. Ehtiyat qılыңlar. Boludu. Çö. 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 Wang Chokor! Wang Chokor! Bar Azad rayonda quyoshning chehri, avomga azab yoqdi uning nur sehri. Hozir ahvol intayin yomon. Qandaq yomon? Bundan keyin mening gapimni anglamasang, meni rahimsizlik qildi deb qolma. Akşam men Julianjang, Jangdagu uchimiz yig'in ichib, qo'riqchilarni qandoq jazolashni o'ylashdik. Meni qaza qilsinlar. Kandingni bilamsan bilmamsan? Ya bilmayman. U yerning hamma yeri tog'. Tog'da yo'lvoz, yilpiz, shirlar bor. Yozdimi? Paxtakdak qor yog'di. Yog'digan mo'ldir deganmi? Xuddi yong'oqdek cho'nliqda bo'ladi. Navoda boshqa to'kli qilib tushirgan bo'lsa, niyangning ketig'ini chiqarib yetadi. Anglasam, hukumat bir qism odamni u yerga yo'l yasashga avatadi ekan. Sizlarcha dal shu yerga berib qattiq ishlaysizlar. U yerga borganlar tirik qolaman deb xomxiyol qilmasa bo'ladi. Aka, men bormayman-ku, men bormayman. Bormayman degani ixtiyor senda emas. Aka, yordam qiling, menga yordam qiling, aka. Meni yordam qilsin desang, avval sen menga yordam qil. Ma'qul, men yordam qilay. Sen Julianjangga Wang Chokorning satmasida Jangdaqir boshning rasmi bor degan. Hadim emas. Anasa Kandingga bag'ing bor ekanda. Panaka! Julianjang, men bormaychi. Nimadan qo'rqsan? Boshqalar yomon bo'lib qolmaydi, otiman. Oningda ras Jangdaqir boshning rasmi bormi? U menga ko'rsatgan rasmni cho'ptusiga yoshirib qo'ydi. Bo'pti. Sen ketaver. Rahmat Julianjang, rahmat. Voy ozo! Mana keldim ha. Kim o? Men. Julianjang.
qo'lchiroqni o'chiraydiga ko'zimni ocholmay qoldim. Ha. Jo'lanjam. Nima ish bilan kelgan? Ha? Mening bu satmam baki kichik. Ha? Shu sizlarni ichi kirib o'tiringlar demedim. Jo'lanjam nima ishdi? Şalo, bak. Aktırınlar. Hop. Jo'lanjam. Nimani aqtirdi? Özündekine. Men bilmasam. Bak gel, çözeceğim. Kıram. Lan Çokor. Bu nime? Can taqirmashdan rasmi. Bu mening emas. Bu yerda nima ish qiladi? Zaten nima ish qiladi bu yerda? Menden soraysan o. Ben senden soravatım ben. Men bilmasam. Çözeceğim. Bunu kıram. Lan Çokor. Sen tehe bu viskini mi saklap kilip etipsen de? He? Öpmeyin lan. Ya, Jo'lanjam. Men bu taqdirni bedlimga zay o'tkazmasin deb astimga qo'yib yotgan boshqa ish yo'q. Jo'lanjam. Taqirmashdan rasmi mening emas. Jo'lanjam gapimni qilasiz. Jo'lanjam. Ha mana. Tanji işi? Dingdang, Wang Begimni Jo'lanjam tutib ketdi. Ha? Kaçı bop kaldın mı? Jo'lanjam, men baya hammani aytdim. Bu rasmni men rostli yo'shirib edim. Ishonmasangiz men otib bo'g'inlarimning nomidan sizga qasam qilib beray hamsa. Resimni uyundan tapsak mı? Boynun kanmayvatam sen. Beşin her kançı kattık bolsa mı? Bugün ben içip işide neyim bağlığını körüp bakmışsam. Amza, bir pay oğlanla itiydin ha baldı meni. Atamaydı dep kaldın mı? Anlap koy Van Yavuz'u. Eksiyetçi şu var. Eksiyetçi teşvik var ki. Yine can takır baştan bu resmi hemmesi sana çetinli. Seni 10 kıtım alsam mı azlık kılıdı. Van Yavuz'u. Anlap dur. Etişki doğru kelse, men seni qaylı qıp bulup andın atımı. Ondan oynayıp bak. Jo'lanjam. Ha, del vaqtida kepsiz. Men post tekshirib kiray. Onunga ayting. Yuvashlik bilan ixro qilsin. Wang Yavzo. Siz nimandaq döt? Qarang. Ha? Qilgan ishingizga qarang. Dingdang. Men can takır baştan resmini yo'shirmadim. Men rost davatıma. Azadlık armiya uni uyingizdan tepibdi-ku. Men bilmedim. Bu meni qarabasdi-ku zodi. Siz-chi? O'tgangi ishlardan qutulmay turibla, mana endi yana bir balo teribsiz. Dana. Endi qanday qilasiz? Dingdang. Birisi manga qas qilyapti. Shundoq desingiz bo'landa? Ma'qul. Qas qildimi deyli? Emas dana, sizga kim qas qilyapti? Sizga qas qilayotgan odamni topmamsiz. Amsterdam. Sizningcha yüzü var mende can taqirabashning rasm balig'ini qandoq biladi? Ha? Cho'qim bir deb qo'ygan gap. Dal shu deb qo'ygan odam menga qas qilayotgan odam shu. Mana. Men mushunda qaraga ketadigan bo'ldim yana. Qanday qaraga ketasiz?
Azadlık armiyaning siyosati bor. U alqilmaydi. Siz qilgan ish bo'lmasa, o'zingizni gunoh atmang. Albatta, o'zimga gunoh atmayman. Shu Mammu. İşlerimden baldırak eni kılınışığa pekaza bu gidiyordu ben bu kitapta. Falan apsine hem de esirti belkim yok. Ras. Hey. Vah. Esta. Jo'lanjan. Qandaq? Wangchoqor ixra qildimi? Bu ablah kendi ozgilidagi dashqaldak ham qattiq ham sisiq ekan. Meningcha, uni qiynab ixra qildiraylik. Jo'lima. Ozodlik armiya Gomindonning armiyasi emas. Aksiyatchilargami siyosat bo'yicha ish ko'ramiz. Ha, Azodlik armiya bekdona. Bekdona. Jo'lanjan. Ixra qildimi? U men yoshirmadim deydi. Bilaman, u ixra qilmaydi. Meni hech nima qilolmaydi deb qolma. Shalyo, ba. Uni qamab qo'yinglar. Xo'p. Shaljan, ba. Satmadin, uning yotgan ko'psini ekkel. Xo'p. 走，要的，要的。跟解放军住到一起，比我那个窝棚安逸多了，安逸多喽。来，我们谈一下农会成立的事儿。坐。 Nima ishingiz bor? Bang Yovuzga tamoqqa keldim. Turib turing. Yanjan. Uchinchi yanga. Men Bang Yovuzga tamoqqa keldim. Uchinchi yanga. Uningga obdan nasihat qilib qo'ying. Jahillik qilsa, tirik qolmaydi. Jalyo, sen uni boshlab kir. Hop, yuring.